Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Games nomer 1 channel va bugungi videomiz Escape Game 50 ta xona, ya'ni Escape o'yin 50 ta xona birinchi qism, ya'ni bu Escape Room 3 qismmi, 10 qismmi, shunaqa nechtadir qismi bor. Har bir qismda 50 ta xona bo'lishi kerak. Короче, men mana shu 15-gacha yutib qo'yganman. Buni o'ynaydiganlar 15-gacha bemalol без problema kelsa bemalol o'ynasa kerak. Короче, boshladik o'yinni. Короче, mana bu yerlarda bir narsalar bo'ladi. Buni eslab qolish kerak. 4 2 3 4 2 3 5 bo'ldi. Şöyle 2 3 5 ve to'xta, adashdim, haqiqatan adashgan joyim menimcha da adashgan joyimni topdim. Beş santimetre. Chetlarda nimadir bo'lishi kerak. Nega hech biri yo'q? Biza ayro. Ada bo'ldi, tushundim. Magnit, yer, bir narsa. Teleskop deydimi? Joyda turish kerak edi bu. Okay. Короче, Z teng bu Y bo'lsa, Y ayramiz X, 5 ayramiz 3 ekan. Z 2 bo'ladi. X 3. Bu 5 bo'ladimi? Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Aqlimga balli do'stlar. Juda aqlliman-da bular escape roomlarda. Nimadir boshqa narsa yo'qmi? Musiqani qaranglar do'stlar, eshitilar musiqa. Ashi mazza qilib boradi odamni. Qandaydir qo'rqinchli hamda bo'lmaydi. Bir mazza qilib tashlaydigan. Bu menimcha qanaqadir buni xotirlagan joyi bo'ladi. To'g'ri topdimmi? Mana uni ishlatish kerak ekan. Короче, ortiqcha ovoz uchun uzr, bu Bluetooth zaryadga tiqishdan chiqib qolgan ekan. Mashitlarda nimadir bormi? Qayerdadir borda, короче. Mana uni qayergadir o'rnatish kerakmi? Aniq bilaman, mana qayergadir o'rnatish kerak. Biz so'ramiz ekan. Короче, pauza qilamiz. Do'stlar, agar hozir qandaydir g'alati bir ovozda problema bo'lsa uzr so'rayman.
Bluetooth zaryad tugab qoldi. O'shaning uchun sug'urib qo'ydim. Hozir faqat nima deydi, quloqchinsiz o'ynayapman. O'shaning uchun e'tibor qilmaysizlar degan umiddaman. Buni parolini topish kerakmi deyman-da. Bu uydan qanday chiqsa bo'ladi? Mashta bor. Mashtalarda yo'qmi bu narsa? Buni qayergadir o'rnatish kerak-da, 100%. Bu qayerga o'rnatiladi bilmayapman. Mashtalarga ham ekan. Maylarga ham. Bu qayergadir 100% o'rnatiladi. Faqat qayerga o'rnatiladi? Mana stolda orqa oldilarida bo'lsa kerak. Umuman topolmayapman do'stlar. Kalla ishlamayapti. Shetlarga ham ekan. Hind aql ishlatmaymiz. Yaxshi o'zimiz qildiramiz. Qayerda bor ekan, qayerda? Qayerga o'rnatish kerak buni? Mana ikki bo'lmasa, yamashga. Chibikka bas. Da masherga ekan. Da bo'ldi, men tushundim. Xolos, tushundim. Короче, 76-49. 76-49. Okey, chiqadi bu. Ana. Wow, bu xona ham ancha qiyin bo'lishi mumkin. Meni bilmadim. Bu kirsa mana ikki ishlaydi. Shu. Bizda nimalar bor? Nimalar yo'q? Nimadir короче, suv olish kerak. Shu. Kallalar ishlamayapti. Yana kirsa. Kalit bilan mana tosh kerak. Endi suvda musiqa yo'qolib qoldi. Musiqa yo'qolib qoldi, savol. Maska, olma, gul. Maskaga 1 2 3 4 5. 5 ta maska. Gul bo'lsa kerak, mana bu 8 ta bo'lishi kerak. Do'stlar, IQ juda cheksiz do'stlar, ko'ryapsizmi? IQ cheksiz. IQ menda cheksizlik darajasida. Bizga pichoq kerak. Bu krisani olamiz. Bu krisani ham ozod qilishimiz kerak shekilli. Xo'sh. Sham. Qo'yamiz. Hozir pastga birinchisida chap tomoni tepaga bo'ladi, ikkinchisida shuni teskarisi va hozir ko'rsataman. Endi planshet rasmni to'g'rilaymiz.
stol, valish, sham. Sham 1 2 3 4 ta. 4 6 ta deganim. Valish ya'ni yostiq 3 ta. Stol 6 8 8 6 3 8 3 6 bo'ldi. Bitta parol 8 3 6. Harakat endi chetlardan pichoq topish kerak. Pichoq qayerda bo'lishi mumkin? Shu atrofda pichoq bo'lishi kerak. Kalt bor ekan. Buni vasiyatlarga kelib tushib qolsanglar do'stlar, bunaqa qidirib yurmanglar. Sizlar uchun eng yaxshi bitta zo'r taktika tuzib beraymi do'stlar? Yana biranta qo'linglarga nima tushsa, nima qattiq narsa tushsa shu bilan eshikni uraveringlar. Eng yaxshi variant shu. No, sizlar bilmadim, bunday ikkinchi variant shu eshikni buzib qochish. Agar mana shunaqa bir sirli xonaga qandaydir tushib qolsam, nimadir sehr demayman, uni shunga o'xshagan narsa bilan tushib qolsam. Kiraysa nima bo'ladi? Mana bu yerda ham bir narsadir bor. Xo'sh. Mana. Echkini shoxida bor ekan. Nima bu farqi menga? 25.09. Shu atrofda kod terilgan ko'rdim. 25.09. 25. Tak. Kellani ishlatish kerak-da bu yerda do'stlar. Mana bu ranglarga qarash kerak. Sariq pushti ko'k. Sariq pushti ko'k. Sariq pushti ko'k. Nimadan Yo. Bu krisani qandaydir qilib tahlil qilish kerak. Do'stlar, kallani ishlatish kerak. Bu yerda kalla kerak, IQ kerak. Bizga короче cheksiz IQ. Zaril. Da, bo'ldi, men tushundim. Qizil, sariq, yashil, pushti, ko'k. Qizil, sariq, yashil, pushti, ko'k. Qizil, sariq, yashil, sariq, yashil, pushti, ko'k. To'g'ri qildim. 2 minutda tashlandim. Menimcha adashdim. Qizil, sariq, yashil, qizil, sariq, yashil, pushti, ko'k. Men adashgan joyimni topdim. Mana ikkita bor deyapti. Krisani qanaqa olish mumkin? Kalit krisani. Shu atrofda birorta narsa bormi? Tayoq bormi? Shuni tayoqni qilib olamiz, do'stlar. Betlarda nima bor? Desa olmayapti, krisa. Agar mana shu o'yinda ichiga tushib qolganimda kalla qo'yib olardim kalitni. Ya'ni bu dubulg'aga bitta kalla qo'yib olib qo'yardim kalitni. Bu dubulg'a, ya'ni bu ritsarcha, chala ritsar yig'lardi keyin. Krisalar hukmdori. Ya bu bunda qayga?
Gap bo'ldi. Endi buni olgan bir qandaydir tayog'i bor shekilli. Tayoq menimcha mana o bo'g'ini shoxini sindirib olamiz. Ha bu kirisa chalama ya bu. Haromi. Do'stlar, bu esa buzilib ketyapti. Shunaqa paytlarda men so'kinmasdan turib, Chingizda so'kinganlarni qo'yaymi? Do'stlar, variant keldi. O'zim ovozim bilan so'kmayman, lekin Chingiz ovozini solib qo'yaman. Qani do'stlar? Variant. Kirisa olmayapti. Men bu gamda mana shu uzib olardim. Ushlagan joyimni uzib olardim. Shu atrofda nimadir bor shekilli. Bu kim? Leonardo da Vinchimi yoki Isak Nyutonmi bu kirisa? Basharang qurgan. Basharangga tupurib qo'yganman. Oh, cho'rtay, honeyda qanaqadir yozuvlar bor ekan. Ism degani yozuvmi? E0M 888 qanaqadir 3 ta teskarisi 6, qandaydir g'alati teskari 6 1. Ya'ni chap tomonga qaragan 6. O'zi 6 qiz tomonga qaragan. Maktabga anchadan bir, ya'ni bir oydan bir bormaganim uchun tajir raqamlarim esdan chiqib ketyapti do'stlar. Maktabga borib turish kerak-da. Kamarni ichish kerak. Da, menimcha tushundim. Buni qandaydir pistolet bor chetlarda, shu pistolet bilan otib o'ldiramiz bu krisani. Qo'polligi uchun uzr. Nimadir bor shu. Kallalar ishlamayapti. Bu menga nimadir deyapti-da shu. Do'stlar, yo, baribir hint ishlatmayman. Kallamga hint ishlat degan narsa kelib qoldi. Bu yo'q, baribir ishlatmayman. Bu krisani qanaqa urib o'ldirib yuboraman bor. Da. Kallam qursin deb yuboradi-yu. Ha, basharang qursin. Eko kaltam bir xil ekan, tishlari ham bir xilga o'xshayapti. O'sha kaltni olib ketsak bo'larmidi? Vau, nima balo bu. Короче, shu bilan do'stlar, bizning videomiz tugadi. Sizlar bilan Games Nomer'ning channel bo'ldi va keyingi videolargacha ko'rishguncha